Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz men albatta apros o'tkazganimga binoan, ko'pchilikning talabiga binoan obunachilar ko'p kishi bel og'rig'i yoki oyoq bo'g'im og'riqlaridan birontasini chiqaring degan ekanlar. Bel og'rig'i sabablari va davolash yo'llari haqida bo'ladi bugungi mavzuyimiz. Qisqacha aytib o'tganda, barchalaringizga kattakon rahmat. Biz mingtadan oshdik. Nasib inshaalloh sizlar bilan birgalikda 10 mingta, 100 mingta, millionlarga erishamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz albatta bel og'rig'i sabablari. Keyingi mavzuda men mana shuni 5 ta tabiiy malham tayyorlashni, qanday tayyorlash, qanday qo'llashni albatta aytib o'taman. Buning uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, chunki videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bel og'rig'i bu inson hayotida eng keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi hozirgi vaqtda. Turli yoshdagi odamlar unga duch kelishadi. Ba'zan u yengil kelishi mumkin, noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ba'zida esa insonning harakatlanishiga jiddiy ta'sir qilishi ham mumkin. Ushbu og'riqning sabablarini chuqur tushunish va uni to'g'ri davolash usullarini bilish salomatligimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Bel og'rig'ining sabablari albatta bir nechta bor, men aytib o'taman, va ularning har biri organizmga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi mushak va umurtqa zo'riqishidan kelib chiqadi. Eng oddiy sabab noto'g'ri harakatlar natijasida og'ir yuk ko'tarish yoki uzoq vaqt noto'g'ri holatda o'tirish. Bugungi kunda ko'pchilik odamlar soatlab kompyuter oldida ko'p o'tirishyapti, telefonda qarab egilib turishibdi, noto'g'ri pozitsiyada uxlash odatiga ega. Natijada bel mushaklari haddan tashqari zo'riqadi va vaqt o'tishi bilan og'riq paydo bo'lishni boshlaydi. Ikkinchisi, og'riq umurtqa disklarining shikastlanishi. Osteoxondroz, orqa umurtqa churrasi, ya'ni grija ko'p kishi biladi, va degenerativ disk kasalliklari bel og'rig'ining eng keng tarqalgan sabablari hisoblanadi. Bu kasalliklar umurtqa suyaklari orasidagi disklarning yeyilishi yoki siqilib qolishi natijasida yuzaga keladi. O'sha siqilgan vaqtda bilasizlar, bu nervni qisib qo'yadi. Natijada belda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ko'pincha oyoqlarga ham tarqalishi mumkin. Uchinchi sababi nervlarning siqilishi, aytganimdek, radikulopatiya va ischiasni keltirib chiqaradi. Siatik nervning siqilishi, ya'ni beldan umurtqaning yonidan o'tadigan nervni oyoqqa boradigan nervlarni qisib qo'yishi, qon tomirlar bor yerda ularni qisib qo'yishi natijasida og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda odamning harakatlanish qobiliyatini ham cheklashi mumkin. Ba'zida oyoqlar kuchsizlanib, qattiq og'riqlar va yomon tomoni ishlamay qolishi ham mumkin. To'rtinchisi, ichki organlarning kasalliklari. Har doim ham bel og'rig'i umurtqa yoki mushaklar bilan bog'liq bo'lavermaydi. Ayrim hollarda buyrak kasalliklaridan ham kelib chiqadi. Buyrakda tosh bo'lishi, pyelonefrit, ayollarda ginekologik muammolar, endometrioz, tuxumdon kistasi yoki oshqozon ichak kasalliklari bel sohasida og'riq chaqirishi mumkin. Agar bel og'rig'i boshqa simptomlar, masalan, isitma, ko'ngil aynishi, tetik chiqarishdagi muammolar bilan birga kechsa, albatta shifokorga murojaat qilish zarur bo'ladi. Beshinchi sababimiz gormonal va metabolik o'zgarishlar. Osteoporoz suyak zichligining kamayishi natijasida yuzaga keladigan kasallik bo'lib, ayniqsa ayollarda menopauza davrida ko'p uchraydi. Shuningdek, qandli diabet va boshqa metabolik kasalliklar ham suyak va mushaklarning zaiflashishiga olib kelib, belda doimiy og'riq hosil qilishi mumkin. Xo'p, 6-chi sababimiz stress va psixosomatik omillar. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo bel og'rig'ining yana bir sababi stress va ruhiy zo'riqishdir. Doimiy asabiylashish mushaklarning taranglashishiga olib keladi va natijada odam har kuni o'zini charchaganda, og'riqli holatda, og'ir his qiladi. 7-si travmalar va shikastlanishlar. Har qanday ijtimoiy shikastlanish, jismoniy shikastlanish, masalan, ijtimoiy devorman, yiqilish, avtohalokat, sport jarohatlari yoki umurtqaning zarbaga uchrashi
bel og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan jarohat darhol sezilmaydi, ammo vaqt o'tishi bilan og'riq kuchayishni boshlaydi. 8-si ayollarda ayniqsa ko'p bo'ladi. Spinal anesteziya, ya'ni operatsiyadan oldin albatta beldan narkoz yuborish umurtqa orasiga, o'sha orqa miyaga, ya'ni mana shu beldan pastni sezmasligi uchun tug'ruq paytida ko'pincha qo'llaniladi. Bunda faqat ularda emas, erkaklarda ham oyoq sinishida, o'sha yomon sinishlarda yoki boshqa bir sabablar bo'yicha mana shu operatsiyadan oldin anesteziya qilinadi, og'riq qoldiruvchi. Keyin bir necha oy yoki yillar o'tgach bel sohasida noqulaylik yoki og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bu asosan igna orqali orqa miya atrofidagi nervlarning ta'sirlanishi yoki orqa mushaklarining zaiflashishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, bel og'rig'ini davolash yo'llari. Aytganimdek, tabiiy malhamlarni nasib bo'lsa inshaalloh keyingi mavzuda aytib o'taman. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bel og'rig'ini davolashda bir nechta usullar mavjud. Hozirda ko'pchilik bel og'rig'ini qoldiraman deb dori vositalar bilan davolashga o'tib ketganlar. Og'riq qoldiruvchi dorilar: ibuprofen, diklofenak, paracetamol, ketonal, har xil trimol og'riq qoldiruvchi desa bas, shuni ichgandan keyin organizmda og'riqni vaqtinchalik qoldirib beradi. Mushaklarni bo'shashtiruvchi dorilar: Midokalm, Sildalut, B guruh vitaminlari nervlarni tiklash uchun. Ikkinchisi fizioterapiya va reabilitatsiya qilishyapti, massaj va manual terapiya. Issiqlik terapiyasini o'tkazishyapti, infraqizil nurlar, parafin muolajalar yordamida muolaja qilishyapti. Keyin elektroforez va ultratovush terapiyasi. Uchinchisi jismoniy mashqlar va hayot tarzini o'zgartirish kerak albatta. Bel va orqa mushaklarini mustahkamlash uchun maxsus mashqlar qilish kerak. To'g'ri o'tirish, to'g'ri yurish, ortopedik yostiq va to'shak ishlatish kerak. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish kerak. To'rtinchisi, albatta og'ir hollarda jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi mumkin. Bu eng oxirgi chora sifatida qo'llaniladi. Agarda grija juda katta bo'lsa yoki umurtqa kanali torayib ketsa, operatsiya albatta zarur. Bo'lmasam, aytganimdek, boya yurishda muammolar tug'dirishi mumkin, oyoqlar ishlamay qolishi mumkin, pastga nerv impuls o'tmaydi va qon aylanish buziladi o'sha tomonda. Xulosa qilib aytganda shuki, bel og'rig'i bu faqatgina mushak yoki umurtqa muammosi emas, balki organizmning turli tizimlariga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli og'riq paydo bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. To'g'ri tashxis, kompleks yondashuv va hayot tarzini o'zgartirish orqali bel og'rig'idan qutulish mumkin. Bel og'rig'ini davolash mumkin. Xo'p, sog'lig'ingizga e'tibor bering va og'riqsiz hayot kechirishga harakat qiling. Sizlar bilan doktor Erkin Ergashev bo'ldi. Keyingi videoda albatta ko'rishguncha salomat bo'ling. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, zero biz uchun fikrlaringiz qiziq. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Keyingi videoda albatta ko'rishguncha xayr.